Assalomu alaykum barcha biologiya o'rganayotgan abituriyentlar, hurmatli talabalar. Demak, sizlar bilan bugungi tanishadigan mavzuyimiz qo'sh Krassingeyer mavzusi bo'yicha bo'ladi. Xo'p, bu mavzu bo'yicha biz nimalarni bilib olishimiz mumkin? Bu mavzuda biz qo'sh Krassingeyer o'zi nima? U qanday hisoblab topiladi? Shu haqida. Xo'p, koinsidensiya koeffitsiyenti nima? U qanday topiladi va interferensiya nima? U qanday topiladi? Shu haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Vaqtimiz tejalishi uchun biz ma'lumotlarni oldindan yozib tayyorlab qo'ydik. Xo'p, demak boshlaymiz. Dastlab qo'sh Krassingeyer o'zi bu nima? Qo'sh Krassingeyer deb bir vaqtning o'zida xromosomani ikki yerida yakka Krassingeyerni sodir bo'lishi, demak qo'sh Krassingeyer deb ataladi. E'tibor beramiz, bizda genlar ikki xil ifodalanadi. Ya'ni quyidagicha holatda ifodalanadi. Demak, birinchisi mustaqil genlar hisoblanadi. Mustaqil genlar. Ikkinchisi esa birikkan genlar deb nomlanadi. Hop, mustaqil genlar. Demak, mustaqil genlar asosan bitta belgisi bilan farq qiladi. Birikkan genlar esa asosan bir juft belgisi bilan farq qiladi va mustaqil genlar alohida xromosomalarda keladi. Birikkan genlar esa bitta xromosomada joylashgan bo'ladi. Endi bizda Krassingeyer odatda ikki xil holda ifodalanadi. Yakka Krassingeyer mavjud va qo'sh Krassingeyer mavjud. Yakka Krassingeyerda genlar qanday almashinadi? Asosan yakka Krassingeyer kelganda bir juft belgisi bilan farq qiladigan belgilarda o'rganiladi va mana yakka Krassingeyerda A va B gen bitta xromosoma joylashyapti va Krassingeyerga uchragandan so'ng e'tibor beradigan bo'lsak, B genlar bir-biri bilan almashgan. Mana shu yakka Krassingeyer holati hisoblanadi. Endi qo'sh Krassingeyerda esa asosan belgilar 3 juft belgisi bilan farq qiladi. Endi bunda faqat trigeterozigota bo'lish shart emas. Trigeterozigota bo'lish shart emas. Boshqacha variantlarda ham kelishi mumkin. Endi bizga qulay bo'lish uchun trigeterozigota organizmlarda o'rganildi. Xo'p, demak, qo'sh Krassingeyerni masalada ko'rib ketamiz. Demak, masalada aytilyaptiki, demak, g'o'za poyasining kaltaligi uzunligiga nisbatan, ko'saklarning kichikligi kattaligiga nisbatan va o'g'rining kam tukliligi ko'p tukliga nisbatan resessiv bo'lib, bitta xromosomada to'liqsiz birikkan holda shakillanadi. Agar trigeterozigota organizm tahliliy chashtirilganda va belgiga e'tibor beramiz, dominant genlar bitta xromosomada joylashgan. Bular o'zaro chashtirilganda gametalar quyidagicha nisbatda ajralgan va bizdan so'ralyapti qo'sh Krassingeyer foizi, A va B orasidagi yakka Krassingeyer, B, D orasidagi Krassingeyer va A, S orasidagi Krassingeyer foizini masofani so'ralgan. Undan keyin koinsidensiya koeffitsiyenti va interferensiyani aniqlash kerak. Demak, belgiga e'tibor beramiz. Trigeterozigota A, B hamda D genlar uchalasi bitta xromosomada joylashgan degan shu holatda olib ketildi. Mana shu holda ifodalanadi. Endi birinchi qiladigan ishimiz, demak, bizda A va B gen orasidagi yakka Krassingeyer topamiz. Bunda qanday amalga oshadi? Bunda A va B gen orasidagi almashish quyidagicha amalga oshadi. E'tibor beramiz. Ya'ni bunda A'lar almashinadi va Krassingeyerdan keyingi holatiga e'tibor beramiz. Mana kichkina A bilan katta A bir-biri bilan almashgan. Katta B, katta D gen esa o'z o'rnida qolgan. Endi biz buni orasidagi yakka Krassingeyer qanday hisoblaymiz? Birinchi qiladigan ishimiz, mana shu organizmlar sonini hammasini qo'shib olamiz. Mana bularni hammasini qo'shib olamiz. Hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, bizda jami kelib chiqadi 1200 ta organizm hosil bo'ladi. Endi yakka Krassingeyerda hosil bo'lgan gametiga e'tibor beramiz. Kichkina A, katta B, katta D. Va bu joydan bular nechta gameta hosil qilganini topib olamiz. Mana bunga to'g'ri kelyapti bizda va bu gametalar soni 105 ta. Keyingisi katta A, kichkina B, kichkina D. Bu gametalar qayerda desa, mana e'tibor beramiz, 111 ga to'g'ri kelyapti. Demak, bu gametalar soni 105 ta, bu gametalar soni 111 taga teng bo'lyapti. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 216 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda jami organizm 1200 ta bo'lsa, buni hammasi agar Krassingeyer uchraganda 100% bo'lardi. 216 tasi qancha topsak, 18%. Ya'ni
A va B gina orasidagi masofa 18 marganida, ya'ni 18% ga teng. Keyin esa B va D gina orasidagi masofani topib olamiz. Demak yozib qo'yamiz. A hamda B orasidagi masofamiz 18 ga teng bo'lyapti. Keyin esa B va D gina orasidagi masofani aniqlaymiz. Bunda demak D yerlar almashinadi. E'tibor bering. Katta B o'z o'rnida qolgan. Endi D lar almashyapti. Endi bular hosil qilgan gametaga e'tibor beramiz. Katta B kichkina D nechta gameta hosil qilgan? Mana hop 51 ga to'g'ri kelyapti. Mana kichkina A, kichkina B, katta D. Bu esa 45 taga to'g'ri kelyapti. Ikkalasining jami 96 ga teng. Bizda jami organizm 1-2 ta bo'lsa, hammasi agar krassinga uchraganda 100% bo'lardi. 96 tasi bo'lsa qancha topsak 8%. Demak, B va D gina orasidagi yakka krassingaver 8% ga teng. Keyin esa qo'sh krassingaver foizini aniqlaymiz endi. Qo'sh krassingaverda endi o'z nomiga muvofiq qo'sh krassingaver, ya'ni ikkita yakka krassingaverni hisobga olib ketamiz. Ya'ni bunda A lar ham almashinadi, mana D lar ham almashinadi. Endi A almashgandagi holat, ya'ni demakda katta A ni o'rniga kichkina A almashyapti. Katta B o'z o'rnida kichkina D. Va bular hosil qilgan gametalarga e'tibor beradigan bo'lsak, kichkina, katta B, kichkina D. Demak 7 ta, bu esa 5 ta. O'zi odatda qo'sh krassingaverga uchragan organizmlar ichida eng kam songa ega bo'ladi. Mana e'tibor bering, eng kam son 5 ta va 7 ta. Shunga to'g'ri keladi. Jami 12 ta. Buni topadigan bo'lsa, demak, qo'sh krassingaver foizi 1% ga teng kelyapti. Qo'sh krassingaver foizi. Ana endi masofalar qo'yib olamiz. A dan B gacha bo'lgan masofa, demak 18 marganida topganmiz mana bu joyda. Endi qo'sh krassingaver o'z nomiga muvofiq qo'sh krassingaver. Buni biz unga qo'shib ketishimiz kerak. Demak 1% ni qo'shib ketamiz. Ya'ni A dan B gacha bo'lgan masofa 19% ga teng. Keyin esa B dan D gacha bo'lgan masofa 8 bo'lsa, mana bu yerda hisoblab chiqdik. Bunga ham 1% qo'sh krassingaver foizini qo'shib qo'yamiz. Demak 9 ga to'g'ri kelyapti. Endi A dan D gacha bo'lgan masofani topadigan bo'lsak, demak 19 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsa 28 marganida. Demak bizda kelib chiqyapti. A dan B gacha bo'lgan masofa 19 marganida. B dan D gacha bo'lgan masofa 9 marganida, ya'ni foizga ham to'g'ri keladi. Endi A dan D gacha bo'lgan masofa esa 28 marganidaga teng, ya'ni santimarganidaga teng bo'ladi. Mana A va B so'ralgan narsalarni hisobga olib topdik. Keyin topiladigan narsa demak koinsidensiya koeffitsiyenti. Koinsidensiya koeffitsiyenti bizda demak S bilan belgilanadi. Xo'p, bu koinsidensiya koeffitsiyenti nima? Amaliy krassingaverni nazariy krassingaveriga bo'lmasa, ya'ni bo'linmasi bizda koinsidensiya koeffitsiyenti hisoblanadi. Xo'p, amaliy krassingaver nima? Amaliy krassingaverni mana biz hisoblab topdik. Amaliy krassingaver bizda 1% ga to'g'ri keldi. Bu amalda topganimiz. Endi nazariy krassingaver qanday topiladi? Nazariy krassingaver e'tibor beramiz. A dan B gacha bo'lgan masofa bilan B dan D gacha bo'lgan masofani ko'paytmasini 100 ga bo'ladigan bo'lsak, nazariy krassingaver kelib chiqadi. Bizda demak A dan B gacha bo'lgan masofa mana bu yerda belgilab olganmiz. 19 marganidaga teng. B dan D gacha bo'lgan masofa esa 9 marganidaga teng. Ikkalasini ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, 1,71. Bu nazariy krassingaverga teng bo'ladi. Endi koinsidensiya koeffitsiyentini topadigan bo'lsak, bizda amaliy krassingaver mana 1 ga teng, 1% ga teng. Nazariy krassingaver esa 1,71 ga teng. Buni bo'ladigan bo'lsak, demak koinsidensiya koeffitsiyenti kelib chiqadi 0,58 ga teng bo'ladi. Keyin esa interferensiyani topadigan bo'lsak, interferensiya I harfi bilan belgilanadi. Formulasi esa 1 minus S, ya'ni 1 o'zi belgilangan raqam, S esa koinsidensiya koeffitsiyenti. Ya'ni interferensiya koeffitsiyenti qanday topiladi? 1 dan koinsidensiya koeffitsiyentini ayiradigan bo'lsak, interferensiya kelib chiqadi. Ya'ni bizda 1 o'zi bor raqamda va mana bu yerda koinsidensiya koeffitsiyenti 0,58 ga teng bo'ldi. 1 dan 0,58 ayiradigan bo'lsak, 0,42 bu
interferensiya koeffitsiyentiga to'g'ri keladi. Mana shu demak bugungi mavzuning bayoni hisoblanadi.